qaysi banda qaysi Allohning ismini ko'p aytsa o'sha bilan rizqlantirib qo'yaman dedi. Ya Razzoq, ya Razzoq, ya Razzoq, ya Razzoq, ya Razzoq, ya Razzoq. Ayting, o'ylamagan tarafingizdan rizqingizni yetkazib qo'yadi. Oyog'ingizni tagidan ham, boshingiz ustidan ham Alloh taolo rizqni yog'dirib qo'yadi, terib ulgurmaydi. Ibrohim Adham degan zot, yetuk zot bo'lganlar, u kishi o'zi podshoh bo'lganlar. Keyin valilikka saylanganlar. Shu zot podshohlik xonasida, ya'ni dam oladigan xonalarida taxti ravonda maza qilib yotsalar, paryosu, parto'shlarida yotsalar, tom taraq-taraq bo'lib qolibdi. "Hey, kimsan?" debdilar. Desalar, tomdan ovoz kelibdi. "Tuya kashman, tuya boquvchiman." "Nima qilyapsan tomda?" desa, "Tuya oqtaryapman." Podshohni tomida nima qiladi tuya desa, "Ey, jinni" debdi-da, nima podshoh. Abdimron, jinni podshohni tomida tuya nima qilasiz? "Men jinniman, sen jinniman. Bunaqa yumshoq to'shayu bo'lishlarda turib olib, Allohning roziligini oqtaryapsan. Sen jinnimi, men jinnimi?" deydi. Shu narsa nima qilib zikr, istig'for, ibodatga yotib, valilikka yetib, bir kun shu Allohni "Ya Razzoq, ya Razzoq, ya Razzoq" deb turib, "Qani rizqimni Xudo qana yetkazar ekan" deb hech kimga indamasdan tasbihlarini olib dara deyiladi, atrofi tog' bilan o'ralgan joyga boribdilar. Hech kim topolmasin deb g'orda oqtarsalar, bir yo'lay bor ekan. Hali yo'laydan borib g'orning ichiga kirib, odamlar topib olishmasin deb ichkarisiga kiribdilar. Tasbihda olib "Ya Razzoq, ya Razzoq, ya Razzoq, ya Razzoq, ya Razzoq" deb tursalar, qani rizqim qanaqa kelar ekan? Alloh va'dasida turguvchi zoti bir nima qilay deb "Ya Razzoq" deb tursalar, bir karvon kelyotib, sel jala yog'ib borib, panaroq joy topmasak, sal teparoq joy topmasak, sel kelib hozir hammamizni oqizib ketadi. Oqtaringlar deb daraning ichiga kirib oqtarishasa g'or ko'rinibdi. Adirga tuyayu, eshagu, ot matolarni qo'yishib, o'zlari yo'laydan g'orning ichiga kirishib, ichkariroq issiq bo'ladi, ichkari. Yana ham ichkariroq issiq, yana ham issiqroq ichkariga kirishib, yoritishsa bir odam o'tiribdi-da. "Voy birodar, keling, necha ism olasiz?" "Indamay, ya Razzoq, ya Razzoq, ya Razzoq." Bu odam sovuqdan qatib qolgan, tishi-tishiga ochlikdan kirishib qolgan. Shuning uchun og'zi ochilmayapti. Yuringlar yaqiniga. Olovni ko'chirishib, yoniga qo'yishib, atrofiga tumalaq qilib, dasturxonga noz-ne'matlar qo'yib, oling desa ham tek turarmishlar. Og'zini ochinglar.